Andijondan Meeting degan pechkani olganmiz. Mana ot tutsa. Tushdimi? Meeting degan pechka olganmiz. Mana passor. Mana bu toza gazimiz sal balon qilib qo'yganmiz. Bundan ham pastda ishlaydi. Keyin ko'mir bilan ham yaqinroq ko'mir bilan ham ishlatdik buni. Hali ichini tozalaganimiz yo'q. Mana bu tegi kul tozalagan joyi bor. Gazimiz hozir yaxshi. Bu baloni bundan pastda ham ishlatamiz. Yotishdan oldin 2 soat oldin, 1 soat oldin mashinada qilib qo'yamiz, bo'ldi, tamom. Biz kirganda suv bo'lib ketadi. Bemalol kirib, xohlasa bo'ladigan sharoit bo'ladi. O'zim issiq qaynab ketadi. Mana bu oldi tomoni. Hali tepalariga e'tibor bermaysizlar. Tepalarini hali suvog'ini qildirmadik. Bu oldi tomoni. Endi ostiligi orqa tomondan ko'rsataman pechkin. Changini artmadik. Meeting degan pechka. Men bu yerda tepasida ovqat qilsa bo'lar ekan. Hali ko'rmadik ovqat. Lekin ugar yo'q. Ko'mirda ugar yo'q. Mana garelkani bizning ko'mir qo'yotganimiz uchun olib qo'yishga udobni qilish uchun o'zi Mamitdan turbasi Mamitdan chiqadi. Buni olib qo'ydim. Mana bu gaz turba olib kirib oldim. Teshib. Chotki. Yomon emas lekin. Zo'r. Faqat pastroq olovda yotish kerak edi. Balon olov bo'lsa, mana shu olovda ham kechqurun yot bo'lmaydi, qaynab ketib qoladi. Ana kuni 2 kun 3 kun sovida ham past olovda turdi.